Assalomualaikum hurmatli Umid mahallasini fuqarolari. Yangiyo'lda mahallada ishlash boshlig'iman. Bugungi navbatdagi uchrashuvimiz o'zimiz Ayollik mahallasida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bu mahallada Umid mahallasida mahalla banklarimiz agentligimiz bor. Mahalladagi bizda banklardan kelgan produktlarimiz, bank mahsulotlari, ya'ni kreditlarimiz, kredit mahsulotlarimiz bor. Plastik kartalarimiz bor. O'shalarni tanishtiramiz. Agrobankdan ajratiladigan hozirgi kunda mahallaga beriladigan kreditlarimiz biznesga birinchi qadam yo'nalishi bo'yicha beriladigan kreditlar bor. 17 million so'mgacha beriladi. Ishlamaydigan o'zimiz bank qilgan odamlarga beriladi. 20 million so'mgacha mahalla loyihasi degan kreditimiz bor. Buni ko'p tushunmaydi. O'zimiz bank qilgan beriladi. Davlat ishdan doimiy ishlamaydigan ta'minot sifatida biznesga birinchi qadamga mahalla loyihasiga sug'urta kafilligi yoki uchinchi shaxs kafilligi, ya'ni uchinchi shaxs bu daromadga ega bo'lgan, ya'ni daromadga ega boyligiga bor odam bo'ladi. Keyin yana yuridik mijozlarimiz uchun beriladigan 312 sonli qaror bo'yicha beriladigan kreditimiz bor. Bu 100 million so'mgacha garovsiz, 100 million so'mdan oshgan qismi 300 million so'mgacha garov evaziga beriladi. O'sha kreditlarimiz yuzasidan, yana bank mahsulotlarimiz yuzasidan kimda savol, qanaqa muammo, bank tomonidan yechilmaydigan, hal bo'lmaydigan ishlaringiz bo'lsa, aytsangiz javob beraman. Salom, tabriklar, qaysilar savol bo'lsa aytingizlar. Bilmem, kredit olmoqchiman. Kredit olmoqchisiz? Qo'y olmoqchiman. Qo'y olmoqchisiz? Nechta qo'y olmoqchisiz? 50 million. 50 million so'm? 50 million so'm nechta qo'y olasiz? 10 ta oldim, 15 ta oldim. Olasiz? Ishlamaysiz, ha? Yo'q. O'qishda o'qimaysiz. Ishsizsiz hozir. Yo'q. Bunda mahallada agentimiz bor, o'qiga aytasiz, kerak hujjatlar tushuntiradi. Soliq uzilmasini o'zimiz band qilinadi. Keyin davlat ishdan ishlaydigan kafillik bo'lsa kafil yoki sug'urta asosida olasiz. Pensioner bo'lmaymi? Hozir. Pensioner kafil bo'ladi. Qabullarga uchun kerakli yordamni qilamiz. Yana kimda qandaydir savol bo'lsa, ayting, savollar bo'lmasa